Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilarimiz. Mana bugun biz sizlarga Toshkent Poson 2 qavatli darvozani ponni obzorini olib beramiz. Bu Qibray shahriga o'rnaydi, xudo xolasa. Mana hozirgi holatini sizlarga aytib o'taman. Darvozamiz 330 ga 320 bo'lgan holatda. 2 qavatli bo'lgan, orqasida 2 list tushgan, shumka holatda bo'lgan darvozamiz. Profillarga kelib chiqadigan bo'lsak, profillar 1.7 stenkada bo'lgan, qora stenada bo'lgan. Yo'llari 8 ga 6, tepa pastlar 8 ga 4 holatda bo'lgan. O'rtoqlar 1.5 ga 1.5 ham qora 1.5 qalinlikda bo'lgan. Hozir sizlarga buni ponni obzorini yanada olib beramiz. Hozir Qibray shahriga borib bu darvozamiz o'rnaydi. Siz kuzatishni davom etib turinglar. Aytgan ponni obzorini beramiz. Xudo xolasa kimga qanaqadir darvoza kerak bo'lsa, bizga murojaat qilishlari mumkin. Jahon darvoza uzga narxini istanovkadagi aytib o'taman. O'rtoqlar, mana Qibray birlikka ham yetib keldik. Mana raboch darvozalarni ham hozir chiqarib olib, o'rniga yangi darvozalarni qo'yib beramiz. Darvozalarimiz juda sifatli, kачестволari hammasi zo'r, ko'rib olishlaring mumkin. Darvozani istanovka ham jarayonini boshladik. Qani ketdik. Mana ko'rganlaringizdek darvozani ham o'z nihoyasidek buzib bo'ldik. Endi o'zimiz darvozani qani o'rnatishga turiblaringizni o'rnatamiz. O'rtoqlar, mana Ayzli xonadonga darvozamizni ham yetkazib o'rnatdik. Sexda obzorni olib bergandim, profillarni, stenasini. Hozir bu yerda men kraskani, shpakilovkalarni obzorni olib beraman, gruntovkalarni. Shpakilovkalar keladigan bo'lsa, arkalari xudo xolasa yollamaydi. Novuldan ishlatilgan. Gruntovkalari ham shu fermada ishlatilgan. Kraskalarimiz esa banishniy kraska, toza kraska. Mana ko'rganlaringiz darvozamiz sifatli. Kimga qanaqa shunaqa darvoza kerak bo'lsa, bizga murojaat qilishlaring mumkin. Jahon darvoza uzga uyda egalari bilan bir o'zim nimalarni olsak. Aka, darvozadan qanday? Nima? Men xursand bo'ldim. Aytgan vaqtida keldi. Chiroyli, ko'nglimda bo'ldi. Rahmat. Jahon Toshkent anaqasiga xursand bo'ldim. Jahon darvozasi. Toshkentda katta filialimiz. Filialiga xursand bo'ldim. Aka, necha kunda yetib keldi darvozamiz? Biz aytgan kunda shu 10 kun, 15 kun 10 kunda keldi. 15 kunga kelishuvdik, 10 kunda keldi. Rahmat shunisiga. Mana o'rtoqlar, ko'rganlaringda uyda egalari darvoza sifatli, yoqqan, kimga shunaqa darvoza kerak bo'lsa, Voha, Vodiy, Toshkent bo'ylab dastavkalarimiz mutlaqo bepul. Pastda nomer qoldirdik, murojaat qilishlari mumkin. Videolarimiz yoqqan bo'lsa, bitta like, bitta podpiska bo'lib, obuna bo'lishni unutmanglar. Yanada yangilik darvozalarimiz, tapchan so'rlar bor, hammasini qo'yib boramiz. Obuna bo'lishni unutmang. Hammaga rahmat.